Hammaga assalomu alaykum. Bugungi sharoitda qiymadan shafsay qilishni o'rganamiz. Bizga ikkita piyoz, 5-6 ta chesnak donasi, qo'y chorva yog'i, yarimta po'xanka nonni o'ltirgan ichki qismi yarimtasi, ziravorlar kerak bo'ladi. Havasdan men o'zim uchun 500 grammdan 3 ta 1,5 kilo qiyma oldim tayyor. Qiymamiz 400 grammcha qo'y chorva yog'i. Ikkita piyozni ukamiz shu uchun maydalab olamiz. Shuni ham iloji boricha maydalab selan qo'shib olsak yaxshi. Ziravorga men oddiy zira, yashin chulug'i shart. Bitta ko'rib tuz 1,5 kiloga men 3 qoshiq tuz solaman. Ikkinchisi bilan chanaga yuboraman. Qiyma tayyorlanadi. Olishga solamiz endi. Yaxshilab aralashtirib tuzlashga o'tamiz. 1,5 kilo qiyma 2 kilodan oshiq bo'ladi. Taxminan. Mana shu holatda 2 soatga tuzlatishga qo'yamiz. Keyin bir marta chiqarib. 2 soat tuzladi. Endi buni yana chiqarib olamiz. Qiyma chiqarib oldik. Endi yaxshi aralashtirib dumaloq zo'rli shaklida bas qiymani hammasini xuddi shunaqa mo'lab olamiz. Mo'lasiga endi bunda qilsak cho'chmay bo'ladi. Qiymani xuddi mana bu ko'rinishda siqlaymiz endi. Ikkita qiyma. Mana degüstatorlar qani? Mazasini ko'ringlar-chi.